e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, sessiya kağıtını saylab olishimiz kerak. Sessiya kağıtligiga birinchi ozod saylovi o'tkazilgan deputat Ahmedov Abdulaziz Qurboyevni sessiya kağıtligiga saylash taklif etiladi. Boshqa taklif bo'ladimi? Yo'q. Ahmedov Abdulaziz Qurboyevni sessiya kağıtligiga saylasin degan deputatlarni ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, rahmat, qabul qilindi. Sessiya kağıtida o'z joyiga kelishni so'raymiz. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Bugungi sessiya kun tartibi siz deputatlarga tarqatilgan. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, xalq deputatlari tuman kengashining reglamentining 11-bandida sessiya muhokamasiga kiritilgan masalalar dastlabki tarzda tegishli doimiy komissiya tomonidan ko'rib chiqiladi. Ular tomonidan tayyorlangan qaror loyihalari va kun tartibi bo'yicha boshqa hujjatlar tuman kengashi raisiga hamda tuman kengash kotib mudiriga belgilab qo'yilgan. Shunga ko'ra, kuni kecha 23, 24 va 27 iyul kunlari kengashning doimiy komissiya tomonidan sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqilgan. Hurmatli deputatlar, sessiya ish tartibini belgilab olishimiz kerak. Kun tartibi masala yuzasidan ma'ruza uchun 10 minutgacha, muzokaralarga 5 minutgacha, savollar uchun 3 minutgacha vaqt berilsakda sessiyani qanaqa yakunlasak degan taklif bor. Rozimisizlar? Bu holda ish tartibi tasdiqlansin degan deputatlarni ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Rahmat. Qabul qilindi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kun tartibidagi masala yuzasidan Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Bahromovning huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida tuman ishlar bo'limi tomonidan 2026 yil 2-oy davomida olib borilgan ishlar to'g'risida hisobot haqida hisobot berish uchun so'z Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Paxtakor Bahramov Bektemir Rahmonovich beriladi.
xavfsizlikni saqlash hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, shuningdek mazkur yo'nalishda Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash borasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jinoyatlarni taqdim qiladigan bo'lsak, jinoyatchilik yoki qonunlarni qonun olish bo'yicha sizdan bosh etish hududiga qidirib topish borasida qator tadbirlar amalga oshirildi. 6 oy davomida jami umumiy jinoyatlar 169 tadan 142 taga 16% kamaygan bo'lsa-da, turlari bo'yicha og'ir tan jarohati yetkazish 33% ga kamaygan, 3 tadan 2 taga. Nomusga tegish 2 tadan sodir etilmagan, lekin ortgan jinoyatlar to'g'risida 40% kamaygan emas. Qotillik jinoyatimiz o'tgan sodir etilmagan, bitta sodir etilgan. O'g'irlik jinoyatlarimiz 18% ga oshgan, 16dan 19taga. Bezorilik jinoyatimiz 0dan 1taga oshgan hamda yo'l harakati xavfsizligi tunasida 4dan 8taga oshgan. O'lim bilan bog'liq 1dan 2taga oshgan yo'l transport hodisasi. Bundan tashqari yengil tan jarohati yetkazish, bu ham 6dan 9taga, o'rtacha og'ir tan jarohati yetish 1dan 7taga oshgan. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar xalq yuzini aholiga nisbatan 24dan 25dan jami jinoyatlarga nisbatan 37% tashkil etilgan. Aniqlangan jinoyatlarning o'rnini tashabbusimiz bilan ular o'tganiga nisbatan 35% yaxshilangan, lekin ba'zilari yaxshilanganligida bizni fuqarolarimizni hayot turibdi, masalan, narkotik bilan bog'liq jinoyatlar juda qiynayotganligida ham hisobotida ham ma'lum. Ya'ni giyohvandlik bo'yicha juda ham ko'p holatlar aniqlanyapti. Bu deganimiz aniqlaganimizdan bizga bu rahmat aytganimizdan ertaga natijasi bu albatta bu oilasi bor, nimasi bor. Bu aniqlanadi biz hozir xursand bo'lyapmiz, ertaga muqaddam tutlangan ko'payib, ham oilasidan yo'q, boquvchi yo'q, oila qo'shilyapti. Shuning uchun ularga ham o'zi masalan qimoratxona tashkil qilish ham ko'paygan. Masalan, giyohvandlik juda ham balandlangan, ko'payib ketgan giyohvandlik. Bundan tashqari ekstremizm bilan bog'liq holatlarimiz, odam so'qi, qurol saqlash, fohishaxona saqlash. Bu jinoyatlarimiz foizimiz yaxshilandi, yaxshi bo'ldi deganimizdan, lekin bu orqasida biz fuqarolarimiz hayoti mas turibdi. Bundan tashqari 6 oy davomida 4 ta qizil mahallaga tushgan mahallamiz bor. Ular Habibiy, Qo'qonqishloq, Lo'qishloq hamda To'g'anoz mahallalari. Hozir qizil mahalla bo'yicha Habibiyga bilan prokuror biriktirilgan, Qo'qonqishloq mahallasiga 6 oylik natijasi shu bo'yicha. Ya'ni prezident qarori bo'yicha 6 oylikdan keyin qizil mahallaga tushganligi uchun biz Habibiyga tuman prokurorimiz Qo'qonqishloq mahallasiga shaxs o'zini biriktirildi. To'g'ishloq mahallasiga o'rinbosar biriktirildi, birinchi o'rinbosar. To'g'anoz mahallasida qizil turganda hozir 7 oylikka o'tib mahalladagi yarashuv yarash ketganligi uchun bu qizildan chiqib hozir 7 oyga bu qanaqa 3 taga tushib qoldi. Hozir 3 ta qizil mahallaga tushib qoldi. Lekin 6 oylik bo'yicha 4 ta mahalla bo'lgan. Shuni bizga 6 oylikda yo'l qo'ygan xatolarimizni barham uchun ularga o'zimiz shaxsan o'zimiz biriktirdik. Hozir uni masalan Qo'qonqishloq Habibiy mahallasi, ayniqsa markazdagi
bittasi o'lgan, keyin davom etib shu o'lib shu juda ham ayanchli holat. Keyin undan tashqari Ko'kalma tarafda yaqinda ayol kishi tong saharda er-xotin bo'lishgan. Ular ham mana shu tezlik kameralarni o'tsa tezlayapti odamlar. Endi hozir bu yerga yo'lni pasaytirish uchun keling, ular hozir qaror kerak ekan, kirgizdik. Hozir madaniyat yo'li katta 100 tepasida yuradi. Ular ham tong saharda tez tushgan. Bu masalada tadbirkor topilma qilamiz desak, tadbirkorga hech bo'lmasa 70 tezlikni qo'yib bermasa, 100 tezlikka ham jarima qo'yib tadbirkor qo'ymaydi ekan, shular hokimiga ham 70 tezlik bo'yicha takliflarni bergan. Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Meni kamera masalasiga mana shuni ma'lumot ajratish bo'yicha muolajaga ekspertlardan iltimos qilardim. Qolgan masalalarda kamchiliklarni o'zimni qiynab shaxsiy tartib bilan ishlayman. Yo'l qo'ygan xatolarimiz, kamchiliklarimizni hammasi o'zimniki. Men javob berishim kerak. Shuning uchun shu tarafdan to'g'risi haftalar shunga vaqtimiz ketdi. Shuni kamera qo'yishga, shunda ham 100% olmadik, 700 olmadik. Endi 9 oyda yana shu 9 oylik karantin ijrosini ta'minlash so'raladi. Shuning uchun tuman hokimligi ham iltimosini xatnoma qilgan, imkon bo'lsa shu deputatlarimizdan shunga qo'llab-quvvatlashlarni so'rayman. Savollarimizni bu masala bo'yicha uyga sistem yo'lni boshqagan masalaga javob berdi. Kameralar mahalla qo'yish masalasini uylar hokimligi degan bu masalani hal qilish harakatiga ko'ramiz degan javobda ijtimoiy boshqarmasi. Hurmatli ish qatnashchilari, mavzuga qanday savollar bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Endi amirlar qo'yiladigan degan uchun masalan 15 juda to'g'ri e'tirof etdingiz. Mana shu asosiy Andijon yo'li. Ko'kalma. Bundan 3 ta sessiya oldi. Diğer xodimi ishtirokida savol bergandik, taklif qilgandik. Mana shu yerda 4 ko'cha bor. Shu 4 ko'cha juda holat chunki Qashqar bilan Sarobotda ulaydigan. Bu asosiy. Svetofor masalasini boshlagan. Bu narsa boshqa svetofor qo'yamiz deb talab berganida shu kontrakt ko'rishmasimiz boshqa. Men bu mavzularni nazorat qilib, hozir ustalar maqsad etgan joy bor. Mashina o'tgan, o'rnatyapmiz. Tadbirkorlar yo'lga chiqib qolgan. Endi buni sizlar bilan qancha sessiyada ko'rishamiz demasdan, shu siz bilan muammolarimiz men so'rayman. Endi masalan shahardan chiqarib olgan nimalar bor? Endi shahardan nimalar zamonaviy bo'yab bizga haq saqlanib tursa bo'ldi. Hozir bu yerga masalan chiqish kelishini men so'rab iloji imkon qadar qo'ydim. Rahmat. Eshitdim. O'tgan oy kengash raisi topilgan bo'lganda doimiy komissiya raislari senat tegishli ishtirok etdik. Shu kuni ishlar vaziri o'rinbosari ishtirok etdi. Deputat bilan bevosita ishlar hamkorlik. Namozda jinoyatchilikni aytishni boshladik. Yaxshi bo'lar bo'lsa deputat tegishli huquqiy uchastkavoylar bilan ishlar xodimlari bilan o'zaro munosabat hamkorligi bo'lsa, hamkorlik bo'lsa. Vaholanki mashhur deputat bo'ldiki, ya'ni uchastkavoylarimiz tanmasligi albatta ma'lumotlar bo'ldi. Bevosita mana shu siyosiy o'qishlarimiz iltimos qilamiz. Deputat bilan hamkorlik. O'sha kuni senat tegishli. Shuni rahmat, hozir men telefonlaringlarga to'g'risi ovoraman. Shu deputatlarimizni har bir mahalladan saylanganlarni hududiy pravlat inspektori telefonini yozib, kerak bo'lsa sizlarga javob berib chiqib, bu zo'r narsa. Masalan, maqsad bitta. Bu yerda seniki tomosha aktivlarga narsa men masalan ichki ishlar tizimida ishlayotgan, masalan, 30 yil ishlayapman.
har masalada ham maslahat qilib, shunga yaxshi bo'ladimi? Men kamchiligim buni ovonaman, buni Gulxonbekdan keyin hammalarga pragmatik, hududiy pragmatik inspektorlari har bittalar bilan bog'lanib gaplashib oladi. Qaysi mahallada bo'lsa. Agar endi men aytaman, doim aytaman, hamma oilalar ham, men oilamda ham hammasi bir xil emas. Men xodimlarimga kamchilik bo'lsa, chiqib, mana qo'pollik bor, yumshoqligi bor, har xil holat bo'ladi. O'zimizda ham beparvoligi bo'ladi. Shu narsalarni aytsalar, sen deydigan odam emasman. Sababi oxiri baribir maqsadimiz mana shu yurt tinchligi, mana butun atrofimizda bo'layotgan mana butun siyosiy holatlarni ko'rib, mana qo'shnilar, Afg'oniston, mana bilan vaziyat, mana Ukrainada bo'layotgan holatlar bizga ta'sir qilmayapti. Mana shu Ukrainada bo'layotgan holatlar biz tinch yuribmiz degan bilan Ukrainada nechta bizni farzandlar, akalar, ukalar, do'stlarimiz balki jigarlarimiz qaysi ma'noda shu yurtni farzandlar, qaysi onaning farzandlari mana shu yurtni nechtasi o'lib kelyapti, nechtasi qamalyapti. Bu bitta Ukraina haydaydi bo'lmasa O'zbekiston haydaydi. Shuning uchun doimiy masalan bu tinchlik qadriga yetishimiz uchun kechagi kuni ishlashimiz kerak. Buni siz takliflarni 100% qo'llab-quvvatlab, har bittasi chiqib aloqaga chiqadi. Bu nima men tungi o'zi hakim o'nda hammasi bilan hisob-kitob qilaman, ular bilan har bittasiga o'zini nomerini shaxsan yuklab, nomerlar berib, telefon qilib, bilan qoldirmay hammasi telefon qilib gaplashadi. Rahmat. Ruxsat bersanglar, men Qizil mahalla pragmatik inspektorlarini ham chaqirgandim. Ular ko'ngliga hisobotni berib qo'yaman. Ular Habibiy, ular hammasi haqiqatan mana endi markaz bozorimizdan ko'chib qolsa, haqiqatan haqiqatan Z Habibiy mahallasida to'g'risi jinoyat bor. Bitta pragmatik inspektor emas. Yerga qo'yib sog'inlar, qo'llar hammani jalb qilyapmiz, lekin bitta narsaga qilyapmiz. Qo'rg'onlarga yangi bozorimizdan o'zi pullar, shozin masalan ko'chasidan oshiqcha rasxodlar qilib, temana qilasan deyapmiz. Nari bozorimizda romonlar bo'lsa bo'ladi. Bu yerda biz qilayotgan narsa ko'kaniga ham qo'yib ketishyapti, o'g'illik bo'lyapti, ashada bo'lyapti. Ko'proq o'g'illik degan narsa markazda. Ko'chaga shunday qo'yib ketadi. To'g'ri, tinch nima, lekin o'g'illar ekanlar begona emas, yosh go'daklar shuni ishlayapti. Ikkinchisi Qo'qon qishloq mahalla. Lekin To'qo'jovozdan Yo'qishloq degan joyda Qizilga tushish juda ham bizga og'ir. Sababi shu mahalla ham shahar o'zini aholisi, ko'p aholisi yashaydi. Masalan, markazda ko'chada to'liq odamni to'sib olsang ta'kidlashdan bo'lmaydi. Lekin To'qo'jovozdan Yo'qishloq mahallasida bizlarni to'xtab, sen bu yerda nima nima degan haqqingiz bor. Endi masalan ko'chada bozorda 100 ta odam kelsa yo 1000 ta odam kelsa hammasini to'xtatib, biz chekkadan sen nima kelding deydigan so'rayman. To'g'ri, endi bitta o'g'ri keladi, buni yo'qda olib tirikchilik degan odamlar bozor joylarida, markaz joylarida qiyin bo'ladi. Lekin Yo'qishloq bilan To'qo'joz mahallasi Qizilda turish bu o'zi muhtaram prezidentimiz bitta qiz bilan oshiqcha deyapti. Lekin bozorimiz Habibiy ham Qizilda bo'lishi kerak emas. Endi masalan, bahona emas bu, hamma yo'q qilyapti, desamatlarni berdi, bu xatolarni to'g'rilaymiz. Shu hech qachon masalan bular hisobotga kelib eshitishlardi, ular bilan o'zi mana hozir ular ham kelib eshityapti. Bu ertaga javob berish deputatlarimiz oldida javob beramiz, baramiz ertaga muhtaram prezidentimiz oldida ham javob berishimiz bor. Mana bu yil tashrif bo'ladi, mana Andijonda birinchi navbatda yoshlar jinoyatiga qarayapti bizning muhtaram prezidentimiz. Yoshlar orasida jinoyatchilik Qizil mahalla bo'yicha muhtaram prezidentimizga kerak bo'lsa viloyat ishlar boshqarmasiga masalan hamma narsani bilan tezdan gaplasha olmasa ham qaysi og'ir ko'p mahallasi bor mahallalarda albatta prezidentimiz savol berib gaplashadi. Masalan hamma ko'rdi, masalan Toshkent shahrida bitta narsani javob bermoqchi, ertasi kun lavozimdan olindi.
topinglar berayotgan ko'zimizni ochishimiz kerak demoqchiman sizlar. Masalan, 2 karra emas, 10 karra ko'proq ishlar kerak boshqa profilaktika inspektorlardan. Ular ham ishlamasin degan joyi yo'q, lekin sizlar ko'proq menga qo'shilib mana shunaqa hal bo'yicha ruxsat bersanglar ahvolat kundalik degan masala yuzasidan tuman ishlarimizni boshlig'i Prokuror Bahrom Beksobov qilgan ma'ruzasida tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Taklif bor. Qaror loyihasi asosan qabul qilinib olsa, ushbu taklif qo'shilgan deputatlarni to'g'ri tasdiqlab qo'yishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Rahmat. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, qaror loyihasi qo'shimcha o'zgartishlar bo'ladimi? Agar qo'shimcha o'zgarishlar bo'lmasa, masala yuzasidan qabul qilingan qarorni to'g'ri tasdiqlab qo'yishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Rahmat. Qaror loyihasi bir ovozdan tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli ishtirokchilar, hurmatli deputatlar. tuman markazlari Andijon shahriga ko'proq 4tadan qo'ygan joylari bor. Mablag' bilan bog'liq. Masalan, agar profilaktika inspektori tuman hokimligiga ko'tarib ko'rib, mablag'ni ko'tara olmasa, ishlarni qilishimiz mumkin. Lekin bu budjetdan bittadan ajratilganda, masalan, Andijon shahrida viloyat hokimi olib bergan mablag'ni. Endi hozir buni tavsiyasini nima qilamiz? Hozir bizda masalan 60 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, 60 ta profilaktika inspektori berilganda, buni mablag' bilan bog'liq bo'ladi. Oddiy masalan, bozorda profilaktika inspektorini berildi, bozor ko'tara olmadi. Bozor ko'tara olmadi. Hozir bu profilaktika inspektorini boshqa vakantlikda sud. Hammasi og'ir mablag'da qilib qoladi. Uning uchun masalan, biz mana shu deputatlar hammamiz gapga qo'yganlar, sog'lig'imizni yaxshi narsa mana hozir birinchi o'rinbosar turibdi. Bu qancha bo'lsa ham olishga beradi, buni shtat beradi. Buning uchun mablag' masalasi borda, oxiri mablag' qadaladi. Budjetdan to'g'risi buni ko'tara olmayapti. Shunga ham muhtaram prezidentimiz har bitta mahallaga bittadan qilib berdi. Bo'lmasa oldin 3 ta mahallaga berdi. Hozir ham aholi oshib boryapti. Siz aytmoqchi, markazda bitta profilaktika inspektoriga 5 aholi deyapmiz. Lekin bu bozorga kelayotgani, endi masalan Qo'qon viloyati bir kunda Aqto'q markaziga bir 5,000-10,000 odam kirib ketadi, deb taxminan. Shuncha texnika. Buning uchun endi oxiri yana maslahat qilaman, imkon bo'lsa shu siz aytgan Qo'qon qishloq mahallasi manaqa yana bitta masala, biz doim kendisine işçi grupuna o'rinbosar Ali Nosirjonovni bo'ylab mahallaga chiqdik. Qizil kitob masalasi, shu ko'zimga kelayotganligi bo'yicha qilingan chora-tadbir, mashina chiqib ketish uchun nima ishlar qiladi? Shunchaki bular mustahkam qo'yish kerak. O'sha xo'p o'zimiz tashqaridan kelsa, albatta shu ma'noda o'zini tizimlardan boshqalarimiz. Shuni aytdik ular. Ular bilan o'zi yo'l xaritasini qildik, lekin yo'l xaritasi aytyapman, mana bir joylarda 24 soat ishlashga to'g'ri kelayotgan mahallalarimiz bor. Siz ta'kidingiz juda ham o'rinli, ular ham
shaharda endi haqiqatan hokimimiz O'zbekiston, O'zbekiya mustaqillik mahallalariga qo'shimcha 2-3 ta qonun ko'tardi. Sabab olmagan uchun. Bizda ham hech bo'lmasa shu Habibiy va Qo'qon markaziy ikkita oladigan bo'lsa, mablag' bilan ko'ramiz. Agar ko'tara olmasak, biz dardni beryapti olganmiz, lekin bozorlarni ko'tara olmadi-da. Hatto endi bozorimiz gap o'tadigan bo'lsa, bu yerda stansiyalar oladigan bo'lsa, yangi bozorga haqiqatan yurib, hamma tushunadigan ashli program qilsak, u ham yutimiz bo'ladi. Endi vaqt kelgan hozir. Yaxshi. Chunki menda hozir siz nimangizni hisoblatingiz qarorlashtirgandan qarorni nazorat qilish mumkin. Shuni aytaylik, qaror bermayman. Shuning uchun keyingi yig'ilishlarimizda mana hozir avtoinspektor kelish kerak. Keyingi sessiyalarimizda shularni nimadan tashqari sessiyalar tashqari ham ko'rish bilan gaplashib olamiz. Masalan, men har kuni ishlayman. Menga kim yordam beradi degan mavzuga masalan o'rtaga tashlab gaplashib olib kelyapmiz. Masalan, sessiyani tutib, ya'ni 9 oylikda ular ertalab kelguncha 9 oyga olib, ya'ni 9 ta avar emas, 19 ta bo'lishi mumkin. Masalan, shuni e'tibor etsak, masalan, hokim bo'yicha kelguncha taklif qilamiz. Masalan, bitta gay bo'lgan bilan tumanda uni to'g'ri qabul qilish kerak. Ishlamayapti gay deganlar ertamandan kechga to'g'ri tumanimiz aholisi o'syapti, transport o'syapti. Masalan, qancha texnika bor desangiz, masalan, mahallada o'zimiz uyda mana 10 yil buyog'ida bilmayman, 50 barobar texnika oshib ketdi. Hozir bitta gay ham ulgura olmayapti. Shu taraflarni masalan sessiyaga olmas, o'zi o'rtada men taklif bilan chiqaman, e'tibor etsa yaxshi bo'ladi. 9 oyda endi ko'ramiz, yoshlardan kelib gay degan keldi, hammalar kelgan bilan 9 oyga ashish jinoyat bo'ladi. Unga oldikki, uni masalasini yechishimiz kerak. Maqsadni sessiyada turib olib, hammamiz bo'ldi bu anaqa ishlar qilib, maqsad jinoyat oldini olish. Undan boshqa maqsad yo'q. Shuning uchun sessiyani ham tutmasdan, gayni ham, nosibni ham qanaqa tegishli tartiblar bo'lsa, biz sizlar bilan qilamiz, yaxshi bo'ladi, bizga yordam bersangiz, takliflarni kirgizamiz. Buni aytyapman, masalan, oqibat mablag' qolib qoladi-da, shundan qiylanamiz. Masalan, men 24 soat ishlayman shu gay deganim bilan 24 soat hech qachon ishlolmaydi. Uni organizmi ham, oilasi ham shu masalalarni birgalikda yechamiz. Hozir mana to'g'ri aytibsiz, hammasi kelib uylarga odamlarda yig'ilib kelgan xato kamchiliklarni sizlar. Shuning uchun aytmoqchimanki, hisobotni ularni bilsin, qaysini qilib qo'yadi. Yana bitta narsani do'stona aytaman. Bizga ham endi ularga senatdan hamma yoqdan topshiriq qo'yiladi, administratsiya. Profilaktika inspektorlarimiz mana siz sessiyaga deputatlarga hisobot berasiz. Vaqtcha buni tayyorlayapsiz. Ular qonun bo'yicha mahallada hisobot berish. Men do'stona aytdim, ko'pchilik. Ularni to'g'ri. Sektor nima qo'y? To'g'ri, bu belgilangan mahalla oldida hisoblar. Bu mahallada masalan hisob bersa, o'zini muammosini mesela sessiyada deputatlarimizga aytganimlar bilan ichida dardimni aytib olaman-da. Men mahallada yurib, hammalar shu yoshi katta nima muammo bo'layotganini ularni albatta qildiraman, uni o'zimni vazifam nazorat qilib, mahallada nimaga yo'q qo'yildi bunga o'zi? Nima sababdan men hop ishlarim kecha kunduz belki mahallamiz ham beparvo deb qo'ygan muammolarni aytib olish kerak. Kechqurun gaz ballonni yig'ishtirib, uyga olib qo'yyapti, masalan ketyapti, to'g'ri o'tyapti. Molini dalaga qo'yib qo'yyapti, bu ham to'g'ri bo'lyapti. Buni hamma o'zi mahallani olib hisobot berganda mahallaning kamchiligiga ham qo'l oladi. Siz mana qilmasangiz men bitta o'zim hamezmoningizni yo gazmoningizni yo men qo'l ololmayman. Buning uchun birgalikda qilamiz. Masalan, to'g'ri mahalla hisobot berganda men buni qilib turaman, ixtiyoriy majburiy qilishadi. Sabab mahallada davlat byudjetidan qachon kamera qo'yamiz ekanmi? Mahallada sharoiti bor, tadbirkor, shu mahallani o'ylaydigan shu insonlar bor. Uchalasi mahallasini bu boshiga ikkita kamera qo'yib bersa, shu mahallada jinoyatni oldini olishga hissasini qo'shgan bo'ladi. Uni hisobotini berib turaman, shu mahallada imkon qadar 8 ta odamlar har bitta xonadondan chiqish kerak edi. Masalan, uchalasi 300 ta 400 ta bo'lib turib, bitta program inspektor
mahalla raisi bilan birgalikda muammolarni gapirib gapiraveradi. O'rgatasiz, buni qildirib turaman. Bitta mahallani seminar tariqasida chaqirib, biz bor problem bilan. Yaxshi bo'ladi. Tajribamiz bor, odamimizga boshqa. Shuni o'zlari mahalla raisi bilan pragmatik yig'adi eshikni. Sizlar masalan deb ko'zini ochib berib, nima qilib gaplashib, tushuntirib, namuna sifatida bir ikkita mahallani qilsa yaxshi bo'ladi. O'sha nimalar aytdim, mahalla yetkazilgan ham aytdim. Profilaktika degan nima degan? Ishlaydigan ish. Oldin olish, hamma javob berish degan narsani shuning uchun mahallada yetkazib nima qilgan. Siz yosh bo'lmasa, yoshlar jinoyati ham bo'lmaydi, ayollar jinoyati ham bo'lmaydi. Siz bo'ladi, lekin hamma ishli bo'ladigan bo'lsa, bekarchi bo'lmaydigan bo'lsa, ishlab kelib charchaydi. Bu bo'latyapti. Bu hammasini vazifasini oldin olish. Kun tartibining 3-chi masala yuzasidan Paxta tuman hokimligida 2026-yil 6 oyda aholi murojaat bilan ishlash holati yuzasidan hisobot berdi. Hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Paxta tumanidagi xalq qabulxonasi tomonidan 2026-yil 2-oyda aholi murojaatlari va muammolardan ishlash aholi yuzasidan amalga oshirish ishlari to'g'risidagi axborot tarqatildi. Axborot berish uchun so'z Paxta tuman hokimining birinchi o'rinbosari Akramov bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. 2026-yil birinchi yarim yilida 517 ta murojaatlar kelib tushgan bo'ldi. Shundan 36tasi og'zaki murojaatlar, 178 tasi ishonch telefoni orqali kelib tushgan murojaatlar. 3 ta esa elektron murojaatlar tashkil etib, o'tgan yil mos davriga nisbatan 350 taga yoki 40% ga kam. Bu sohalar kesimida ushbu murojaatlar tahlil qilinganda hokimiyat idoraviy masalalarda 4 ta, banklik bo'yicha 24 ta, o'tgan yil mos davrida 39 ta bo'lgan, hammasida kamayish kuzatilgan. Ichki doirasiz masalalarda 24 ta, ijtimoiy nafaqada 18 ta, moddiy yordam masalasida 38 ta, tadbirkorlikni rivojlantirish masalasida 14 ta, fermer xo'jaliklar masalasida 10 ta, bozor va savdo sohasida 2 ta o'zgarish qilgan. O'tgan yil mos davrga nisbatan uy-joy va uchun yer ajratish masalasida 99 ta, o'tgan yil 193 ta murojaat kelib tushgan. Uy-joyni ta'mirlash masalasida 20 ta, kommunal xizmatlar sohasida 49 ta, obodonlashtirish, ichki yo'llarni asfaltlash masalasida 30 ta, o'tgan yil mos davrga nisbatan 26 taga kam, qurilish masalalarida 38 ta, elektr va gaz masalalarida 26 ta, yoqilg'i masalalarida 5 ta, xalq ta'limi sohasida 7 ta, sog'liqni saqlash 24 ta, muhbirlar masalasida 9 ta murojaatlar kelib tushgan. Tuman hokimligiga eng ko'p murojaatlar tushayotgan muhbirlar Mustaqillikda 18 ta, Habibiy mahallada 16 ta, Qarashoq 16 ta, Qo'qonqishloq, Yolg'izgoh, Nodirabegim 16 ta, Soy 14 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ushbu mahallalardagi muhbir yetkazilgan aholi bilan tushuntirish ishlari olib bormaganligi natijasida murojaatlar soni ortishiga sabab bo'lmoqda. Jamoaviy murojaatlar bo'yicha tahlil qilinganda o'tgan yil mos davriga nisbatan 6 taga kamaygan bo'lsa-da, ayrim mahalla fuqarolar yig'inida oshgan. Jumladan Soy mahallada 6 ta, Pushmonda 4 ta, Nodirabegimda 5 ta, Ittifoq, Navro'z, Fayzabod, Mustaqillik mahallalarida 4 ta, Ko'kto'rlik mahallada 3 ta murojaatlar kelib tushgan. E'tiborli jihatda aynan ushbu muhbirlarda davlat dasturi asosida muhbir infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha ishlar olib borayotgani sabab bo'ladi. Sababi qancha bir qismi misol uchun bitta mahallada 10 kilometr bo'lsa, dasturga bu mablag'ga endi qaraladi, o'zini yaxshi bilasizlar. 5 kilometr, 6 kilometr tushadigan bo'lsa, odamlar bezabr bo'lib, to'g'ri tushuntirish bermagan hisobiga qayta murojaatlar kelib tushyapti. Shaxsiy va sayyor qabullar bo'yicha tuman hokimligida belgilangan reja grafika asosan xalq qabulxonasi binosi tuman hokimi va o'rinbosarlarining qabuli tashkil etilmoqda. 2026-yil birinchi yarim yil davomida o'tkazilgan qabullarda jami bo'lib 336 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 107
77 ga yoki 35% ga kamaygan. 2025-yilda 113 dan tashkil etilgan. Shundan 268 tasi yoki 78% ijobiy hal etilgan. Qurolqasi tushuntirish berish orqali hal etilgan. 25 tasida asosiy tushuntirishlar berilgan, unda taraflardan murojaatlar to'g'ri keladi. Hop, hokimni boshchiligida shu kunga qadar 22 marta shaxsiy va sayyor qabullar o'tkazildi. 154 ta murojaatdan kelib tushib, shu murojaatlarning 137 tasi yoki 86% ijobiy hal etildi. 10 ta murojaatlar bo'yicha muddat talab qilib, ham ularga tushuntirish berish orqali fuqarolarga tushuntirilgan. Tuman hokimi o'rinbosarlari tomonidan shu kunga qadar 18 marta shaxsiy va sayyor qabullar o'tkazilgan bo'lib, 180 ta murojaatdan kelib tushdi. Shu murojaatlarning 128 tasi yoki 70% ijobiy hal etildi. 54 tasiga murojaatlar bo'yicha asosiy tushuntirishlar berildi. Murojaatlarni kamaytirish maqsadida eng ko'p murojaat kelib tushayotgan mufiylarda sayyor qabullar o'tkazildi. Xabarlar hokimning boshchiligida juda ko'p mahallalar, ko'zlar bor, Shimol, Terakdagi boshqa hamma mahallalarda qabullar o'tkazilib kelyapti. Misol uchun 300 mufiyda yashovchi Kushmanov, Akramjon, To'g'rijonovning mufiy hududida joylashgan 160 kilovatli to'poni 2 ferlikka almashtirish bo'yicha masalasi joyida hal qilinib, to'pi o'rnatib berildi. Bunday amaliy ishlar yuzasidan misol keltiradigan bo'lsak, juda ko'p bo'ladi. O'zinglar doim paslaverasizlar. Ular barqaror davom bilan o'zi jami hamma manbalar hisobidan elektr to'plar olib kelib mahallalarga o'rnatildi. Bunday amaliy ishlar yuzasidan ko'p misollar keltirish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, davlatimiz rahbarini ta'kidlagandek, xalqning roziligi bugungi kunda oliy maqsadimizga erishish yo'lida hokim boshchiligida barcha tashkilot va muassasalar rahbarlari bilan birgalikda jonkuyar deputatlarimiz va mahalla yetkaziligi bilan bir yoqadan bosh chiqarib tizimli tashkil qilib, tumanimizni har sohada yetakchi tumanlardan bo'lishiga hokimbosh hammamiz ishonamiz, chunki amal ishlar ketyapti. Yana murojaatlar bo'yicha eng asosiy masala murojaatlar bo'lsa, xalq rozi bo'lsa, rivojlanishimiz yanada yaxshi bo'ladi. Bu qator menimcha materiallar ham berilgan bu xonaga. Kimda masalalar savol bo'lsa, mavzuga savollar bormi? Savollar Müşküler var mı? Var. Hurmatli deputatlar, sizlarga shu masala yuzasidan tayinlangan qarorlarni tayinlangan. Qaror loyihasiga qo'shimcha o'zgartirishlar bo'ladimi? Agar qo'shimcha o'zgartirishlar bo'lmasa, masala yuzasidan qabul qilingan qarorni to'g'ri tasdiqlashni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Rahmat. Shu tarafdagi 4-masala yuzasidan Paxtaobod tuman mahallalar uyushmasi boshlig'ining mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish, jamg'armasi daromadlari va xarajatlar ijod to'g'risida hisobot haqida. Hisobot berish uchun so'z Paxtaobod tuman mahallalar uyushmasi boshlig'i Xonizar Nodirbek Xonizarga beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum deputatlar, siyosiy ishtirokchilar, O'zbekiston mahalla uyushmasi Paxtaobod tumani bo'lim tomonidan ijroda amalga oshirilgan O'zbekiston mahalla uyushmasi Paxtaobod tumani joy yilida 6 oy davomida aholi muammolarini mahallani mustaqil etish, mahallani ishsizlik, kambag'allik, jinoyatchilik va rejimdan ozod qilish, bu borada yetimlik mas'uliyatini kuchaytirish borasida quyidagi ishlarni amalga oshirilgan. Jumladan mahalla ishsizlik va kambag'allikdan aholiga aylantirish bo'yicha Paxtaobod tumani 60 ta mahalla fuqarolik yig'inlarida ishsiz aholi bo'lmish joylashtirish, daromadni oshirish, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha 2026 yil 6 oy davomida belgilangan bandlik rasmiga asosan 3946 nafar aholi daromadni mehnat bilan band qilish bo'yicha o'z oldiga reja qilib qo'ygan. Shundan 3 toifaga bo'lib, birinchisi doimiy ish joylashtirish bo'yicha 1700 nafarni, ikkinchisi aholi doimiy daromadni oshirish bo'yicha 1246 nafar va norasmiy sektorda 1000 nafar
band qilish bo'yicha o'ziga oldiga reja qilib qo'ygan. Shular bilan joriy yanvar iyun oylarida aholi doimiy ish joylashtish bo'yicha hamda daromadni oshirish bo'yicha mahalla ijrochi platformasi 3946 nafar aholini daromadli mehnat bilan band qilish bo'yicha platformaga kiritilgan. Shu bo'yicha 1-iyulda holatiga 3946 nafar aholini bandligini ta'minlash 100% xalqaro rejamiz ijrosi ta'minlandi. Bundan tashqari 2026-19 kundan boshlab har bir mahallada mana o'zgalarning xabarlari va mana viloyat hokimimiz tomonidan mahalliy vazifa qo'ygan har kuni mahalliy tomonidan shu mahalla rais boshchiligida bir nafardan istiqbolni bandligini ta'minlash bo'yicha xalqga reja qilib qo'ygan. Shu rejalarni bajarish bo'yicha tegishli ishlar olib boryapmiz. Bu bo'yicha bandlik dasturining ijrosini ta'minlash bo'yicha to'rtta ya'ni Olmazor, Mashar, Navbahor, Toshko'rg'on mahallalarimizda yaxshi ishlash qilingan bo'lsa, to'rtta mahallada ya'ni Chorsuv, Uchaydan, Hayotbaxsh ziyoliy mahallalarda ushbu ishlar qoniqarsiz darajada tashkil etilganligi aniqlandi va bu bo'yicha yaxshi tashkil qilingan mahallalarda raislar rag'batlantirildi. Qolaversa bu yaxshi ish tashkil qilinmagan, qoniqarsiz ish tashkil qilgan mahalla raislarimizga aytgan intizomiy jazolar berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 2025-26 dekabrda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi farzandlariga davlat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini taqdim etish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PP-250 soliq farmoniga asosan 2026 yil 1-fevraldan boshlab ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestri negizida yagona ijtimoiy reyestrga kiritish belgilangan. Bunda ijtimoiy reyestrdagi oilalar ijtimoiy iqtisodiy holatdan kelib chiqib, davlat ta'minotidagi oilalar, kambag'al oilalar va kambag'allik chegarasidagi oilalar toifasiga, ya'ni 3 toifaga ajratib olindi. Statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil boshida tumanda kambag'allik darajasi 3,1% tashkil etgan bo'lib, 2026 yil 1-yarim-yillikda ijtimoiy reyestr yuritilishi boshlandi va 1946 oila reyestriga kiritilib, ijtimoiy holatdan kelib chiqib, 3 toifaga ajratildi. Ya'ni davlat ta'minotidagi oila 817 ta, kambag'al oila 989 ta va kambag'allik chegarasidagi oilalar 146 dan tashkil etdi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga ko'rsatilgan ijtimoiy xizmat va yordamlar turlari 113 ga kengaytirildi. Eng muhimi, mahalliy integratsiya asosida har yil o'rtacha 10 tadan oilani qo'shimcha reyestrga kiritish imkoniyati yaratilib, og'ir hayotiy vaziyatga tushgan oilalarni davlat tomonidan o'z vaqtida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ta'minlandi. Yil yakuniga qadar kambag'allik darajasini 2-4% tushish maqsad qilingan, biroq hozirda tumandagi kambag'al oilalar toifasidagi oilalar ulushi 29% tashkil qilyapti. Yil yakunigacha shu oldinga qo'ygan 2-4% ga tushish choralarini mahalliy yetkazuvchilar tomonidan ko'rib boryapmiz. Bundan tashqari oilaviy ajrimlar bo'yicha hurmatli rais Paxtaobod tumanida yanvar-iyun oylarida 125 ta oilaviy ajrim holati qayd etilgan bo'lsa, 2025-yilda bu yil 26 yanvar-iyun oylarida ushbu o'tgan holatiga 111 dan tashkil qilyapti. O'tgan yil moddalariga nisbatan 14 taga kamayish kuzatilyapti. Ajrimlar bo'yicha Paxtaobod tumanida 26 yil boshida 136 ta ajrim yo'qotgan oilalar qayd etilib, raqamli mahalla platformasiga kiritilgan. 26 yil 6 oy davomida mahalliy tilga hamda mahalladagi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasi a'zolari tomonidan ajrim yo'qotgan 370 ta oila o'rganish xulosalari platformaga joylashtirilgan. Mahalla darajasidagi ajrim holatlari ta'min qilinganda 4 ta mahalla yashil toifada, 7 ta mahalla sariq toifada, 11 ta mahalla qizil toifada tashkil etib, shu tahlillar shuni ko'rsatyapti. Bu degani hurmatli rais biza oilaviy ajrimlar bo'yicha yaxshilarni ishlayapti. Endigina 4 ta mahalla yashil toifaga institutda, bundan tashqari 11 ta mahallamizni qizil toifada turgani bu biz albatta kamchiligimiz. Bu oilaviy ajrimlar bo'yicha yana mahalla yetkazuvchi bilan yana qiladigan ishlarimiz bor. Oldincha qo'ygan maqsadlarimiz bor. Buni ham ishlab, xudo xohlasa shu qizil toifadagi oldingi ma'lumotlar aytgandaqa biz ham shu qizil toifani iloji boricha kamaytirishga harakat qilamiz. Bu bo'yicha
jinoyatchiligimiz bo'yicha umumiy holatda bizda oldingi ma'lumotlarni qayd qilib ketdi. Jinoyat mahalla kesimida jinoyatchilik darajasi o'tgan davrni shularga nisbatan 0% barqaror qolyapti. O'tgan 25-yilda 6 oy davomida 36 tashkil qilgan bo'lsa, 26 oy davomida shu 36 ni tashkil qilyapti. Bundan tashqari Paxtaobod tumanidan mana 30 yoshdan yuqori bo'lgan aholi qatlamini o'rtasida sport tadbirlari tashkil qilingan. Buni shu mahalla sektor tizimida tuman qiyosida o'tkazib bordik. Bu bo'yicha tuman 30 yoshdan yuqori bo'lgan aholida 7 ta sport turi, ya'ni mini futbol, voleybol, stol tennisi, streetbol, workout, shaxmat va shashka sport turlari bo'yicha tuman bosqichlarida o'tkazildi. Bu tuman bosqichlarida 7 ta mahallamizda ishtirokchilari va jamoalar bo'lib, ular bosqichda ishtirok etish uchun ular yo'llanma oldi. 6 oy davomida yo'llanma olgan, endi 6 oydan buyog'i respublikamizda ham qatnashib keldik. Endi bu umumiy hisobotni davom etib bo'yicha aytyapman. 6 oyda tuman bosqichimiz yakunlandi. Mana iyul oyida viloyatda ham qatnashib keldik. Hurmatli rais, bu 7 ta sport musobaqasi o'tkazilgan bo'lsa, bundan shaxmat, shashka va stol tennisi bo'yicha erkaklar va ayollar o'rtasida bizni Paxtaobod tumanimiz mahallalari sog'liq bo'limlari egallab keldi. İşte spor turi bo'yicha. Ya'ni bunun ichida birinchi o'rinlar bor, ikkinchi o'rinlar bor, uchinchi o'rinlar bor. Ular shu sog'liq bo'limlari egallab, ikkita shaxmat sport turidan egallab keldi. Hukumat deputatlar bundan tashqari O'zbekiston Respublikasini qonun o'zining boshqaruv organlari to'g'risidagi qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizni 2023-yil 21 dekabr kungi 42 sonli farmoni hamda 2023-yil 21 dekabrdagi paket 402 sonli qaroriga asosan tumanda quyidagicha ishlar amalga oshirildi. Ushbu qarorlarga asosan har joyda biz mahalla tizimida shunday belgilanganki, har joyda bir marta fuqarolar yig'ini raisini va uning xodimlari, ya'ni mahalliy yetkazuvchi tomonidan ular maslahatchilar, fuqaro yig'ini faoliyatini asosiy yo'nalishlari bo'yicha komissiyalar hamda taftish komissiyasi raislarini, shuningdek hududdagi ta'lim muassasasi rahbarlarining hisobotlarini e'tiborga eshitib borilmoqda. Mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan to'ylar va boshqa marosimlarni o'tkazish yuzasidan tavsiyalar berib borish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Bundan tashqari fuqarolar yig'inini kengashda har oy kamida 5 ta mahallaga biriktirilgan davlat organlari vakillarini mahallada amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot eshitib borishlik, tahlil yuritib, tegishli yuqori turuvchi tashkilotlarga hisobotlar berib borilmoqda. Har haftada mahallada hokim yordamchisi, xotin-qizlar faollari, yoshlar yetakchisi, profilaktika va soliq inspektorlari, ijtimoiy xodimlar hisobot eshittiriladi va ular har biri har oy kamida 10 ta muammoli masalani hal etish bo'yicha tahlil olib borib, hisobot yuritib kelinmoqda. Hurmatli rais, bundan tashqari mahallamizda mahalliy hudud tuzilmasini yaxshilash va obodonchilik tashkil etish bo'yicha bir qancha ishlar olib borilgan. Bu bo'yicha Paxtaobod tumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan Qovur tuman dasturi bilan tuzilgan xabaringiz bor. Bu dastur bo'yicha dastur doirasida jami 60 million so'm mablag' ajratilib, bugungi kunda avtomobil yo'llarini ta'mirlash, asfalt qilish bo'yicha harbiy mahallamizda Nodiriga, Terakdagi, Qashqar hamda madaniyat va andijon masjidlarida ishlar belgilangan. Terakdagi mahallasi asfalt ishlaridan 15% bajarilgan bo'lsa, madaniyat va andijon masjidlarida yana asfalt bo'lib, obyektlar to'liq yakunlandi. Bu munosab hukumatli raisdan bo'yicha xabar bilan o'ta og'ir holatdagi mahallamiz belgilangan. Bundan tashqari O'zbekiston qiyofasidagi mahalla bo'lyapti. Buni endi aytib bo'lsa, bo'sa hisobotni juda katta hukumatlar doimiy komissiyaga hisobot berganman. Hattoki shu aholiga sharoit yaratish maqsadida shu piyodalar yo'lakchasigacha bolalarni sharoit yaratish maqsadida bolalar yo'lakchasigacha pul beryapti. Endi davlatimiz tomonidan, rahbarimiz tomonidan shu imkoniyatlar yaratib berayotgani bugun mana biz mahalladan aholini ko'targan holatda biz prezidentimizni bu bizga qilib berayotgan sharoitlarga labay deb javob berish maqsadida mana biz oldimizga maqsad qilib qo'ygan o'zimizni aholi, o'zini xonadonini, ko'chasini, xonadonini, o'zini tomorqasini, obodonchiligi, tozaligi, obodligi bo'yicha bizga topshirib bergan bu bo'yicha obodlik va mehribonlik qo'yilgan binolarni juda katta ishlar olib boryapti. O'zingizlar deputatlar o'zlari ishtirok etyapsizlar. Mahallada juda katta ishlar olib boryapti. Obodonchilik ishlari
bilasiz, mana deputatlarimiz bilan o'tiribdi. Mana bu yerda mahallamizda yo'llar berishlarni bizni tizimimiz boshqa bo'lganda hammamiz maqsadimiz bitta. Hammamiz shu xalq ichida mahalla bilan birgalikda hamkorlik, shu mahallani rozi qilish, mahallada aholini sharoit berish maqsadimiz bitta demoqchiman. Mana o'zi xabardor ular bilan hamkorlikda doim ish olib boryapmiz. Buni deyarli yana o'tgan doimiy kamchilik hisobotini aytganman, hamkorligimizni yana mustahkamlab va xohlasa birgalikda ishlab hurmatli rais oldimizga qo'ygan hammalar Ma'lumotchi savollar bor. Mahallada yetti yollarga mutlaqo hiç olmazsa yarın 50% şu mahallede çıkışları tekrar değil. Ben hazır olsaydı, mahalle reisi şuradan yol olsa, atamızda başka bir yana gider. Başka hakimlerden başka bir yana gider. İşte o hazır bırakan, başka bırakan, ses koyup bırakan, işte yok. Bir tarafta işten rayına birileri pazarlarda yaşamak. Sağda şu olayda şuna mesela resim bu yapıyorlarsa koyularında tutarlarsa işin var. 62% şu mahallenin hakkında bulması ne güzel boşa çıkıyor. Shunlar hozirgi mana o'zi xabar bo'lmadi. Prezident tomonidan shu mahallaga infratuzilmasini yaxshilash, mahallani moddiy vaziyatni ta'minlash bo'yicha oldimizga soliq yig'ish plani reja qo'yilgan. Shu yerga soliqlarni 10% mahallani soliq oladi deb topshirilgan. To'g'ri, lekin iltifot mahallasi haqida biz aytmoqchi ta'mirtalab bino shunday tushib qolgan. Lekin bugungi kunda iltifot mahallasini aholidan olinayotgan soliq tushumlaridan tushadigan 10% bu to'g'risini aytaman, unaqa remontga yetilgan darajada emas. Sababi mana obodonchilik oyligi boshlangandan beri har bir mahallaga 300 kilodan olib berilgan. Videodan hozir unaqa bayram ko'chalar kelyapmiz. Undan tashqari o'zlariga kampir masalasini boshqasini hal qildik. Endi to'g'ri, misol mahallada hozir bugungi kunda mahalla tizimida 140 million pulimiz bor. Bu ishlatilgan joyda endi hozir rahmat olib kelyapmiz, buni 3 karra chiqarishmaydi. Endi buni yig'imini hisobga olsangiz, mahalla tizimida 300 millionga yoki 400 millionga borib ketadi mablag'imiz. Mana orada deputatlar orasida raislarimiz ham bor. Endi 300 millionni 60 ga bo'lsangiz, shunga 4 milliondan qolib ketyapti. Buni lekin mahalla tizimida 300 million, 400 million pul bor ekan deyiladi. Lekin 60 ta mahallaga bo'lganda 4 million, 5 milliondan tushadi. Endi 4 million pulni mahallani ta'mirga yetmaydi. Shuning uchun meni tavsiyam davriga shu mahallada tadbirkorlar bor, boshqasi bor. Endi imkon qadar shularni bo'lsa, bittadan DXShga berish kerak. Faqat binoning katta binosi bor. Oldindagi bizda unaqa mablag' bo'lsin, ochig'ini aytishga mablag' yo'q. Mahallani qayta qurish bo'yicha mana bugun bajaroqdan mana to'g'ri xabar bor, hokim boshiga bajaroqlar bilan hali ishlayam DXS tadbirkor topib mahalla binosi noldan qo'ygan. Lekin bizni mahalla tizimida mahallani qayta qurish bo'yicha ta'min bo'yicha alohida mablag'imiz yo'q. Faqat 10%. Mayli, men qarshim yo'q. Agar mahalla 10% pulni ko'paytirish uchun soliq tushumlarini ko'paytirib 30 million, 40 million bo'lsa, e'tiroz yo'q. Lekin unaqa yetmaydi. Hozir bitta mahalla 4 million oshib ketsa 5 million pul bor. Endi men buni misol uchun mana deputatni o'tib bor ekan. Yuzlarda 10% pulni e'tiroz qilishadi. Buni shu tarafga bunu şu tarafta, bunu şu tarafta. Orada yanlış ortada bunu yapmıyor. Mesela bugün konusunda bu var. Lekin yarın 5 milyon bunu 5 milyon bunu. Şunun için ben bunu yıllık hesabımı imkan kadar hakikaten lekin mahallenin özü hani tabii ki kapı. DXS'de. Ben ücret aldım.
Musoq berilishi, berilishi qilishgan mahalla. Lekin biz unaqa alohida mablag' Sağ remont bo'lsa o'zi aytgancha moddiy tengasi emas boshqasini bor ko'rib o'zi shu tarafga qolgan. Remontni boshqa masala. Boshqa savollar bormi? Hurmatli rais, biz Nodirbek Mirzayev hisobotni doimiy kamchilik qilgan edik. Biz muhokama qilgan ishlarni e'tirof qildik. Lekin mana kambag'allik bo'yicha, kambag'allikni satr bo'yicha daraja tuman bo'yicha 3.1 bo'lgan holatda 6 mahallada pasaytirish holati ko'ringan. Shuning uchun shu 6 ya'ni Qo'qonqishloq, Tinchlik, Chorsu, Ayotlar, hozirgi uchta mahallalar banki tartibi bo'yicha doimiy komissiyaga 3 kun muddat ichida o'zini so'raymiz. Sizda holat qilish bo'yicha ma'naviy ma'naviy ishlarni Nodirbek haqiqatda yaxshi, ayniqsa mana o'sha ko'yamda nimalar tadbir bo'ldi, ana shu rimdolar. Men ham taklif qildim. Zakovat bo'ldi, zakovat. Juda chiroyli. Shunaqa ishlardan odamlar xursand. Juda chiroyli. Yani biz doimiy komissiya hisobotida muhtarlik Boshqa so'zlarmi? Rahmat. Shu tarafdagi masalalarni yuzasidan Xalqaro tuman mahalliy joylashuvini nazorat qilgan ma'murlar tayyorlagan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihalariga qo'shimcha o'zgartishlar bo'ladimi? Agarda qo'shimcha o'zgartishlar bo'lmasa, masala yuzasidan qabul qilingan qarorni qo'l ko'tarish vaqtida qo'shilishni so'rayman. Hozirlar rahmat. Qarshilar, betaraflar, qaror loyihasi bir ovozdan qabul qilindi. Kun tartibiga keltirilgan qolgan masalalar Xalq deputat tuman kengashining doimiy komissiya tomonidan o'rganib chiqilib, muhokama qilib o'tkazilgan ishlari va qabul qilingan qarorlari siz deputatlarga tarqatilgan. Taklif qilyapti, doimiy komissiya ko'rib chiqilgan qolgan masalalarni tasdiqlab bir vaqtimizda tasdiqlasak nima deysizlar? Bu holda kun tartibida qolgan masalalar doimiy komissiya tomonidan ko'rib chiqilganligi va tayyorlangan qaror loyihalarini ko'rib chiqilganligini inobatga olgan holda tasdiqlashda ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Hurmatli deputatlar, qaror loyihalariga qo'shimcha o'tkazishlar bo'ladimi? Qaror o'tkazishlar bo'lmasa, ushbu masalalar yuzasidan qabul qilingan qarorni qo'l ko'tarib tasdiqlab ko'rsatishni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q. Rahmat. Qaror loyihasi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, Xalq deputati Paxtakor tuman kengashining 7-shahri 20 sessiyasi yakuni bo'yicha ahvol berishli so'z sessiya kotibi Ahmedov Abdulaziz Qurolishga berdi. Rahmat. Rejadagi sessiyalar doimiy komissiyalar o'tishgan masalalar bugungi qarorda bo'yicha